Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaykum, g'aziz din qardoshlarim. Alloh Taala har birimizga baxt, sa'odat, jon tinchligi, tan sog'ligi bersin. Allohning rahmati bilan biz Ramazon darslarini davom etamiz. Ham eng mashaqqatli, eng og'ir bo'lgan uroza, til urozasidan biz quloq urozasina kiramiz. Shundan da Allohning bizga bo'lgan behisob, ya'ni hisobsiz ne'matlarining birisi ul da bo'lsa ishitu ne'mati. Ko'ruv ham ishitu. Shundan da Allohning bu bo'laklarin biz anglab da, onun ahamiyatini bilib da, ham bular uchun shukr etib da bitira olmaymiz. Ishitu ne'matine gina kelganda da Alloh Taala aligi boyliqni, aligi bo'lagin Qur'oni Karimda 185 martaba qabatlab keta. Ham bu shundan da onun ahamiyatini turmushda ko'rsatadi. Ham Alloh Taala shul oyatlarning birisida Tabarak surasining 23-oyatida narsa deydi: "Qul huvallazi ansha'akum va ja'ala lakumus-sam'a wal-absara wal-af'ida qalilan ma tashkurun." Alloh Taala aytdi, kishilarga siladi, hamid da siliman, ul sizni yo'qdan bor qildi. Alloh bizni yo'qdan bor qilmasa, ati-anilarimizga bizni shu sabiy bola halinde bo'lak etmasa, bir kimda bo'lak eta olmas edi. Ul sizlarni yo'qdan bor qildi. Ham yo'qdan bor qilg'ina tugul, va ja'ala lakumus-sam'a, ul sizga eng birinchi aytdi, eshituv uchun quloq berdi deydi. Ko'ruv uchun ko'zlar berdi deydi. Ham o'ylov, tuyu uchun ko'ngillar, ya'ni yuraklar, qay bir oyat tafsirlarda ol aqllar berdi deb kela. Ham shu ne'matlarini sanab chiqqandan so'ng Alloh Taala bizning bu ne'matlarni ko'ra biluvi bizning bek zaif bo'luvin, ham shukr etuvlarimizning bek oz bo'luvini ayta, qalilan ma tashkurun deb bek oz siz menga shukr etasiz deydi. Ham muhtaram jamoat, shunisi qiziqli, Alloh Taala bizga eshituv ham ko'ruv ne'matlarin ko'pgina oyatlarda birga yanasha esga ola, ham ni uchundir ul quloq bilan ko'zlarni esga olganda birinchi bo'lib quloqni, ya'ni eshituv ne'matin atab keta. Ham bu kishi turmushida eshituv ne'mati hatto ko'ruv ne'matidan da balki ahamiyatliroq bo'lganini ko'rsatadi. Ham shundan da odam bolasi bu dunyoga kelgachda eng ilk aytalar u eshita boshlaydi. Annarısına so'ngroq uning ko'zlari ochiladi. Shunga ko'ra suyukli payg'ambarimiz yangi tug'an bolaning bir qulog'ina azon aytdi, ikkinchi qulog'ina qamat tushirdi. Ne uchun? Uning tavga so'zlari eshitgan, ul Allohu akbar deb izgi so'zlar bo'lsin uchun. Shulay yo'q, fan oshishlarini ko'rganda, qaraganda biz ko'ramiz, adam bolasının hatta tili silasin uchun, so'zlari komil bo'lsin uchun, uning qulog'ining salomat bo'lishi muhim. Chunki tili salomat bo'lib da, agar da u o'zining aytgan so'zlarini o'zi eshitmasa, ul jumlalarni tuziy olmaydi, ul so'zlarni ayta olmaydi. Shunga ko'ra bizning siylashuv ne'matida qaytib qola quloq ne'matini. Adam bolasi ko'pchilik haqiqatni quloqlar bilan qabul etadi. Ni qizg'anish, Alloh Taala bandalarga quloq bera, ammo ko'pmi kishilarning quloqlari haqiqatni eshitmaydi. Alloh Taala kishilarga ko'z bera, ammo ko'zlari oq bilan qorani ayirmaydi. Alloh Taala kishilarga aql bera, ammo ular o'yli, fikrli, xayrli bilan yomonni ayira bilmaylar. Alloh Taala andaylar haqında Qur'oni Karimda Ahqaf surasida ayta, ularga ko'ruv uchun ko'zlar berdik, ularga eshituv uchun quloqlar berdik, aql, zehn berdik. Lekin quloqlari da, ularning ko'zlari da, zehnlari da ularga hech bir foyda keltirmaydi. Shundan da muhtaram aziz qardoshlarim, ko'zlari salomat bo'lib da, so'qir bo'lib yashovchi ko'pmi kishilar bor. Quloqlari salomat bo'lib da, xayrli so'z eshitmovchi ko'pmi kishilar bor. Ham ong bilimlari bo'lib da,
аңсыз яшәүче, фикерли белмәүче күпме кешеләр бу дөньяда яшәп яталар. Исән, имин булыгыз, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булыгыз.